Bugun Honor X7 da smartfonda crash test qilib ko'raman. Bu birinchisi. Hozir tekshirib ko'ramiz. Smartfon to'liq ishlayapti, ko'rishingiz mumkin. Endi bu ekrani bilan yerga tashlab ko'rmoqchiman. Ko'rishingiz mumkin, smartfonga hech narsa qilmadi. Endi bu ustidan mashina yurg'izib ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin. Hali ko'rganim yo'q, hali singanimki yo'qmi? Voy, o'rtoqlar, hech narsa qilmagan smartfonga faqat ozgina chang bo'lgan xolos. Endi bo'lsa smartfonni aniq sindirib tashlayman. Xullas o'rtoqlar, smartfonga tirdan o'q uzganimda ham o'q yarmigacha kirib ketdi. O'q yarmigacha kirib borgan bo'lsa, akkumulyatorga o'zi ekilgan. Shunday ham smartfon portlamadi, hech narsa qilmadi. Bu smartfon 100 talik xavfsiz va ishonchli baquvvat smartfon. Ushbu smartfonni siz Texnomart do'konlaridan halol muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin. Chunki bizda umuman penalar yo'q. Hozir smartfonga singan holatiga telefon qilib ko'ramiz, ishlaydimi yo'qmi tekshirib ko'ramiz. Telefon bo'pti o'rtoqlar. Alo. Alo, ishlayaptimi? Zo'r ishlayapti. Bu hali hammasi emas. Agarda siz Honor X7 smartfon Texnomartdan xarid qiladigan bo'lsangiz, sizga UzMobile'dan bepul raqam taqdim qilinadi. Bu hali hammasi emas. Raqamning ichida 100 GB internet tarif bo'ladi. Buni siz bepulga qo'lga kiritasiz. Undan tashqari, siz UzMobile'dan chiroyli raqamlarni 70% chegirma bilan xarid qilishingiz mumkin. Bunaqa imkoniyatdan foydalanib qolish kerak.